bugungi hikoyalarimizni boshlab ketaylik. Bugungi kechmi kirib qolibdi. Hamsa bugungi hikoyalarimizni boshlab ketaylik. Bugungi birinchi hikoyamizni bu to'rdishimizga bir do'sti bizning mayli buğa ish deb ekan-da. Mush 90-yillar o'xshaydi u davrda. Ham bularning maylisida bir ayol bor ekan-da, bularning bir qizi bor ekan. Ayol uydagi to'la sirtlarga chiqib ishlaydi ekan-da. Yandagi nahiyalardan, boshqa shaharlardan boshqa bir ishlarni tepib chiqib vaqtda uyda turmaydi ekan bu odam. Shundan bir kuni uydagi vaqtga u bir loban telefon qilib, mustaq kechdi palaniya kelsang ishvatdi u bu atatgandan boshlab akitimizlarni deb bir ishga o'rlashtirdi-da. Bo'ldi deb ayoliga xo'sh deb mustaq kechdi bormanki, o'rlashtirib atatgan boshlab boshqa yerda ishlaymanki deb ancha-muncha kiyimlarni ratlab ayolni yo'lga sap qo'ydi-ki, bu odam ishga ketar ekan-da. Shu berib uyga borgandan keyin Uloban voy bu ish sal keyin surilib ketib qoldi. Ya'ni bir haftadan keyin boshlandiga o'xshaydi. Bugunchi uyinglar qaytib turinglar deb bu odamni qaytarib ekan-da. Shundan bu odam ancha-muncha bozor aylanib, uni ilib, buni ilib, asal kech o'g'a vaqtda uyga inib keldi-ki, endi bularning qizi maktabga yaqin deb mo'misning uyida turadi ekan-da. Uyda ayol yolg'iz qolgan ekan. Shu bilan qaytib keldi-ki, kelib uyning oldiga kelganda uydan bir erning ovozi, natnush erning ovozi anglandi ekan-da. Voy meni qaraman, kessam birsini akirib oldimi deb besib kiray desa o'zining bir xato qilib qo'yishdan ansirab avval bir qarab boqay deb bularning uyining uyisida to'nglik bor ekan-da. Shu avval uyisiga chiqdi ekan. Chiqib bunda qarasa bu ayoli shunda bir qora yo'g'on bir shimpanzedek bir odam bilan aşağıda paranjib o'ltagan ekan-da. Shu o'zining yo'ldishiga chiqa olmaydigan qiliqlarni chiqarib, akilab, ashta o'ltagan ekan bu paranjib. Shunda g'azib o'rlaydi-ki, lekin kirib bir ish qilib qo'ymay beka, chatoq chiqmasin, birdan keyin kiray deb. Chiqtirga aylanib, bir o'g'anda kes uyning ichi jim kirsa, ayol yolg'iz o'tirganda. Shundan bilan kirsa ayol bir xil o'diqib ketdi-ki, "Voy siz bormidingizmi u bu?" deb. "Yo'q, men bormadim" deb shunda o'zini tutib chiroyli gapirdi-ki. "Sen uy kimdan kirding?" deb. "Voy men kimdan kirdimmi?" deb tan olmaydi ekan-da. Men asli obayli gap bo'lgan, nimish bo'lganini men ko'rdim. Rostga qil, bek chatoq chiqib ketdi, ish cho'nlab ketdi. Chiroyli rost gapni qilsam, ishlarni chiroyli bir taraf qo'yibmiz deb eri degandan keyin bu ayol shundan bilan uyoq o'tirib shundaq mening yana bir erim bor. Siz sirtlarda yurgan vaqtda u to'liq yinimga kelib menga amra bo'ldi. Lekin u erim odamlardan emas, u boshqa bir qavmdan bo'lgan. U mening erim, sizmi mening erim. Men shunlarni undaq aralashtirib bunda qilatmayman, xotirjam bo'ling deb boshqa bir gaplar qildik. Degandiki, voy nomussiz deb u yerda ancha-muncha xafa bo'lgan bo'ldi-ki, shu ertasi cho'nglar bilib bu ishlarni madam ajrashadigan bo'lib tez oxirgi ishlarni ajrashishlarini tugitib qizni olmay bu odam bu yerda yashag'ida yuzim qolmadi deb biraqlam yaq yurtlarga musofir bo'lib ketar ekanda. Endi bilan bu ayol yolg'iz qolgandan keyin bu qizini akib oldi ekan o'zining uyiga. Shu chog'da qizining 9-10 yosh vaqtlarida ekan. Shu u eri kelib ketib yurdiga o'xshaydi, yana bir eri. Shundan bilan bu qizi maktabda o'qiydi ekanda, lekin jiq vaqtlarda kechda bularning uyining keyin turib odam kimdiga yo'q ekan. Oshaqqa chiqtir ekanda bu qiz. Apostol ashani topdi ekan. Ankin u yerda burun yo'q ekan, lekin keyin chiqib ko'chatning orasiga bundoq bir saganchuk yasab qo'yilgan ekanda. Bu qiz saganchukda o'tirdi ekan. Doim apostol topolmay bu yana shakatdimi deb berib qarsa saganchukda o'ynayotgan o'z yolg'iz ijarishib. Bu kimga qilyapsiz qizim deb tepamaydi-ki, "Ya men o'zim o'ynayotgan" deydi-ki, "O'ynasangiz mishakib o'ynamsiz" deb bir odam yo'q. Shu misha o'ynayman deb bu qizimi g'alati bo'lib qoldi ekan. Shundan ozroq vaqt o'tgandan keyin bir kun tomoq yeyli deb o'ltirsa, bu qizning tomoq yegisi kelmay bir xil quruq o'y tutib ketdi ekan-da. "Voy nima bo'ldingiz qizim" deb dorilarni berdi-ki, hech qanday foydasi bo'lmaydi ekan. Doktorxonaga olib boqay deb doktorxonaga olib borsa, endi 10 yoshli qizning bo'yida qizimi g'alati bo'lib qoldi ekan. Doim apostol topolmay bu yana shakatdimi deb berib qarsa saganchukda o'ynayotgan
Öz yalğız icarışıp. Bu kimge gepatсыз kızım dese tepemeydi ki ya ben özüm oynap atkan deydi ki oynasanız mişekip oynamsız dese bir yer adam yok. Şu mişe oynayayım dep bu kızımı gari top kaldı ekan. Şuna azırak vaqt ötkendan keyin bir kun tamoq yeyli deb o'ltirsa, bu qizning tamoq yegisi kelmay bir xil quruq öğüt tutib ishtir ekanda. Voy ne buldunuz kızım deb doğrularını berdi ekan, hech qanday foydasi bo'lmaydi ekan. Doktorxonaga olib boqay deb doktorxonaga olib borsa, endi 10 yoshli qizning bo'yida qolgan ekanda. Voy to'g'ri bu nima bo'lib ketdi, xato tekshirib qolmagansiz, yaxshiroq tekshiranglar desa, rost qopti dedi ekan. Shuning bilan bu bir mumkin emaslashda, endi 10 yoshli kichik qiz u. Bu qanday xushib ketdi deb qizdan so'rasa, rostga qiling deb. Shundoq men kunni kech topshiriq ishlab o'tirsam, uyni oldiga bir bol keladi, o'ynaymiz deb. So'ng bilan u meni ashaq opirib, ashning bilan birga o'ynaydi. Oldin ketdim, siz kelgan vaqtlarimda shu yonimda botdi. Ashning bilan o'ynatdim. Keyin bu menga shundoq bir ishlarni o'rgatdi. Shu cho'nglar qildigan ishlar. Sen mushu ishlarni qilsam, boldir cho'ng ketsa deb cho'nglarning bir ishlarini o'rgatdi menga. Deb işte bir ishlarni o'rgatgan ekanda bu qizga. Şomla voy bu qanday xo'p ketdi deb bu ayolning shu bir do'sti bor ekan, shu mahallada o'zining kichikdan cho'ng'an. Shu do'stining kirib debdi-da, ada shundoq mening qizim hozir menga o'xshash oshaqlardan birisini tep bopdi. Qo'shqida oshning bolasi bor ekan deb shu gaplarni gapirdi. Do'st ishonmabdi-da. Voy bu nima deydigan qizim kichik tursa u bu shu men o'qimadim. Shundoq bo'lib qopti debdi. Şundan do'sti tarbiya qilibdi-da, sen asli bu ishlarga undaq kirishib ketmasang bo'ladi. Ular bilan unda aloqa bog'lamasang bo'ladi. Sen erim deb yurib, qizim mashtab qopti mana debdi. So'ngra endi shu jarayonlarda bu eri, shu osh tarafdan kelgan eri, sening qizing mustaq yana bir qavmga mustaq kelin bo'lgan o'xshaydi. U bu deb nimish qizingni bosh qo'ymuding deb bu ayolni bir xil bo'zaq qilgandek bo'pti mo'sh qilib. Bu ayol shu kunlarning oxirida ashtaq erim mendan ranjiyotir, u bu deganda gaplar qilibdi. Shunda bir kuni bu qizi uyg'onib opasiga kirsa, opasi shu og'zi ochiq, ko'zi chekchib chiqtayda qilgan holatda, sochlari cho'g'liq, osh bitdi, ketib qoldi-da. Ham nima ish bo'ldi uni uqmaymiz-da biz. Shunda voyay deb bu kichik qiz chaqirib, do'stning uyiga kiribdi, mustaq opam mustaq turdi deb do'sti kirib qarasa, bu ayol ketib bo'lgan. So'ng bilan ash qiz bilan birlashib yordam qilib, bu ayolni yo'lga sivatgan bo'pti oxiratga. Ani bu qiz 9-10 yoshli qiz bu uyda yolg'iz qoldi-da. So'ng bilan opasining do'sti, "Voy qizim, men akirib olay bizning uyga. Bizning uyda turing. Men qo'sqingiz yo'g'on, qo'sqingiz texim yo'g'asa, og'riydi. Og'rib ketsa men sizga Amra bo'lma u bu degandan bu qiz ma'qul deb ashlarning uyiga kirib turibdi-da. So'ngra shu ayol hisobda beqibdi bu qizni. Beqib 9 oy bo'lgan vaqtida bu qizning rasmiy qo'saqlari yo'qolib, ikki qo'shkezak qiz tug'ibdi-da. Bu qizlar ham tug'ilgan vaqtida o'choqlarda doktorxonalarga opamaganki, uyda tug'dirganki, ikki qiz bu vaqtning birisining o'ng ko'zi olg'ay, yana birisining so'l ko'zi olg'ay ekanda. Sonra bu kichik qizimda u buvoqlarni qanday boqdi, o'sha ayol birlarini qilib, u buvoqlarni beqib yurib, ozroq cho'ng qilgan bo'pti. Xeyla buvoqlar bilan yigidek bo'lgan vaqtda o'zlari bu qiz "Madam, turavermang sizning uyingizda, men bolalarimni ep o'zimning uyga chiqtay" deb, kichik qiz kichik bolalar bilan o'zining uyiga chiqdi. Bu adashma ma'qul debdi. Ancha-muncha tomoqlarni akirib birdik, akirib bersa, "Voyada akirmasangiz bo'ldi. Biz deydigan narsamiz bor" ekan. Bu siz nima deydigan narsa topsiz qizim desa, "Mening erim akapirdi. Biz och qolmaymiz, xotirjam bo'ling" dedi. Yiliq bir bol botdi emasmi? Endi bu kichik qizning deyishicha, u bola chiroy shakllari, bo'yturqi bir kichik boladek, 10 yoshli boladek bo'lgani bilan ovozi cho'ng odamnigidek chiqadi ekan-da, tom. Endi shunday siyoqdiki bu qizni aldab ketdimi, uni uqmadik. Lekin shu mas'ul bo'lib bularga tomoq berib, bolalarni beqib o'shda qildi-da. Ashta bu qizim bora-bora cho'ngibdi. Ikki qizimi bu qizga ergashib tag'in cho'ngib, qizlar 18 yoshga kiribdi. Bu qizmi 30larga taqab qoldi-da. Bu jarayonda shu hadash ancha-muncha bular qaragan bo'pti, lekin
undaq pul yoki bir nim jihatdan yordam qilmaydi ekanda. O biz kerak emas, biz o'zimiz topa olamiz, bizga hamma narsa bor deb bu qiz yo bir bozordan bir nim akirmaydiki, yo bir un ko'rish moy bir nim ekan, yo bir tomoq aytganini ko'rmaydiki. Bu kiyimlarini ham o'zi tikamda yo birisi akib biramda kiyimlari yangilanib turdi. Chiqib bularning oilasi undan kirimsiz bir oildek emas ekanda. Hammamiz tallikka, borlikka. Hatta qizlarni maktablarga berib, maktablarda o'qitib 18lar kirganda to'liqsizlarni bitirib bu qizlarni chekatga o'xshaydi maktabdan. Shuning bilan shu 18 kirganda bu qiz o'z 30larga taqab qolganda, shu opasining do'stining kirib, mustaq. Hada siz bizga pek yaxshi qardingiz. Nisab turmushlarning mo'misidek bo'lib qoldingiz. Siz o'zimning opisidek. Bu qizlarimni bir to'yini qilayotgan bo'lsa, shu odamlar bilan, mushadiki bolalar bilan siz bir topgan bo'lsangiz, shularni oldigan bolalarni deb havola qildi ekanda. Shuning bilan bu yerda shu bo'ldi. Yaxshi cho'ng'an qizlar bu to'plam ikki bolani topadi ekan. Tepib bularning boshlarini chetib to'yini qilib qo'ygan bo'ldi ekan. Endi bu qizlar birisi 10 ko'z olg'ay, birisi ko'z olg'ay degan emasmi? To'y qilib ashulaga ketgandan keyin bir 2-3 oydan keyin 10 ko'zi olg'ay qizning yo'ldoshi opasi bilan birga bu qizni elib, shu qizning uyiga kelib, bu qizingiz boshqa jihatda normal, lekin kechasi siyib qo'ydi-ki, bu qanday ish bu 18 kirgan qizmi? O'rniga siyib qo'yamdi. 3 oy bo'ldi, siymagan kuni yo'q. Biz uyitib bo'lammidik. Bu bunda turmush bo'lamdi. Bo'ldi, men qizinglarni ep qilinglarni ajrashga dema deb bular. Aslida bu qizni qo'yib qo'yib ketir ekanda. Sonra bu 10 ko'z olg'ay qiz opasidan turib, bo'ldi apa, men bir jiroq yerga ketkim bor, bu yerda yashag'im yo'q. Deb men qaytib kelganda seni izlayman deb opasidan rozilik qilib qo'shishib, u qizmi boshqa bir yoqqa ketir ekan. Ondan keyin mavi sol ko'zi olg'ay qizning yo'ldashimi, yana necha oydan keyin bu qizni qaytirib kelib, bu qizingiz chatoqga, ashtaq uy qo'yib qo'ysam, uyga qarab kelib, bu yoqqa qarab kelib, paranglashib birisi bilan ashtaq yuryotdi. Men uy tutib bo'lmaydigan deb bu qizni qaytirib ekan. Bu qizmi uyga inib kelgandan keyin shu opasining bir turga boshqa yoqqa ketmaydi ekan. Shunday yashab, xeyli bir vaqtlargacha endi bular ashtaq kelgan ekanda, endi haq barobar unutib ketgan o'xshaydi bularning asli qandaqligini. Bu ikkisining birga tushgan rasm bor ekan, shu ikki qo'shkizak qizning. Bu rasmni ham menga avatib bermadi. Shunday bir ish bo'pti ekan shuning ma'lisida. Mana bu bugungi birinchi